القسم الثاني الاستماع. Demek ikinci kısım. Eshitib tushunish qismiga yetib keldik sizlar bilan. Avvalan al-munaqashatu tamhidiyya. Kirish munozarasi. Birinchisi. Maza ta'rifu ani at-tasawwuq al-elektroniy? Elektron savdo qilish haqida nimalarni bilasiz? Demak, mana shu savolga o'zingiz javob berib qo'yasiz. Nimalarni bilasiz? Shu haqida sizdan qisqacha so'rayapti. İkinci savol. Atufaddilu ash-shira'a min as-suqi mubasharatan am abra mawaqi'a at-tawasul al-elektroniyya? Xo'p, bozordan to'g'ridan to'g'ri narsa sotib olishni afzal ko'rasizmi yoki o'sha elektron savdo qilish saytlaridanmi? Qaysi biri sizga afzal? Ana o'shani. Va limaza? Va nima uchun? Mana shuni siz qisqacha javob berib qo'yasiz. Men falonchi narsani afzal ko'raman, chunki bunday afzalliklari bor deb o'zingiz javob berib qo'yasiz. Buni sizga qoldiramiz. Xo'p, keyingisi. Thaniyan al-as'ilatu. Ikkinchidan savol. Istami' summa ajib shafawiyan. Eshit, so'ngra og'zaki javob ber debdi. Demak, bu og'zaki qilinadigan mashqlar sizga berib yuboriladi, chunki bunga og'zaki o'zingiz qisqacha javob berib qo'ysangiz va bunga javobingiz bo'lsa yetarli. Demak, birinchisidan boshlaymiz. Mal maqsudu bit-tijarati al-elektroniyyati? Elektron tijorat nima? Demak, bunga javob berasiz. Ikkinchisi, mal a'malu allati yumkinu an numarisaha abra al-internet? Internet orqali shug'ullanishimiz mumkin bo'lgan ishlar nima? Demak, bunga ham javob berasiz. Uchinchisi, ma fawaidul amali min al-manzili? Uydan ishlashning foydalari nima? Demak, bu savollarga audioni eshitganingizdan so'ng o'zingiz og'zaki javob berib qo'yasiz. Xo'p, keyingi mashqimiz istami' thumma uktub ara'il ashkhasi fi at-tasawwuq al-elektroniyyi. Eshit, so'ngra elektron savdo qilishda insonlarning fikrlarini yozgin debdi. Demak, sizga audio beriladi. Ana o'sha audioni eshitib bo'lganingizdan keyin u yerda 3 kishi onlayn savdoni ma'qullagan yoki kimdir qarshi chiqqan shu 3 ta insonni fikrlarini yozishingiz kerak bo'ladi. Mana al-awwalu, as-sani, as-salis. Birinchi odam, ikkinchi odam, uchinchi odam. Shularning fikrlarini mana bu yerga yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Biz PDF da buni javobini yozib qo'yganmiz. Siz o'zingiz buni bajarib bo'lganingizdan keyin PDF ga o'tib, siz o'zingizni tekshirib olsangiz bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, keyingi mashqqa o'tamiz. استمع ثم ضع إشارة صحيح أو خطأ أمام الجمل الآتية وصحح الخطأ. Demak, eshit, demak yuqoridagi audioni yana bir eshitasiz. So'ngra to'g'ri yoki noto'g'ri ishoralarni quyidagi jumlalar oldiga qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Xato bo'lsa, uni to'g'rilab ham qo'yishimiz kerak ekan. Va sahihil xatoa debdi. Demak, biz hozir jumlalarni tarjima qilamiz. Siz o'zingiz audioni eshitib, buni bajarasiz. Biz hozir jumlalarni tarjima qilamiz. PDF da buni javobini berib qo'yganmiz. O'zingizni keyin tekshirib olsangiz bo'ladi. Hozir jumlalarni birgalikda tarjima qilamiz. Birinchisi, la yumkinu li ayyi insanin mumarasatu at-tijarati al-elektroniyyati. Hech bir insonga yoki hech bir inson uchun onlayn savdo bilan shug'ullanish mumkin bo'lmaydi. Haqiqatan shunaqami yoki yo'qmi? Demak, uni audio bilan eshitib, ya'ni audioda eshitib, so'ngra uni belgilab qo'yasiz. Xo'p, agar jumla nafiy keladigan bo'lsa, ayyu insaninni li ayyi insanin hech bir inson uchun deb tarjima qilasiz. Keyingisi, at-tasawwuq al-elektroniyy murtabitun bish-shabakati al-ankabutiyyati faqat. Xo'p, elektron savdo, elektron tijorat faqat internetga bog'liq deyapti. Shunaqami? Boshqacha turlari ham bo'lishi mumkin. Endi uni audioni eshitib keyin bilamiz. Demak, buni ham bajarib qo'yasiz. Min salbiyatil amali ala al-internet al-ihtiyalu. Demak, internetda ishlashning salbiy taraflaridan firibgarlik. To'g'ri bo'lishi mumkinmi? Demak, buni ham audioni eshitib bajarasiz buni ham. Keyingisi, ya'khudhu at-tasawwuq al-elektroniy 'adatan waqtan tawilan li taswiq al-bida'ati. Xo'p, elektron tijorat, elektron savdo odatda narsalarni sotish uchun ko'p vaqt talab qiladi, ko'p vaqt oladi deyapti. Haqiqatan shunaqami? Demak, buni audioni eshitib bajarib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Agar qaysidir xato bo'ladigan bo'lsa, yoniga yozib qo'ying to'g'risini. Tushundingizmi? Keyingi mashqqa o'tamiz biz. Al-istima'u daqiq. Kayfa tabhasu an fursati amalin? Qanday qilib ishlash imkoniyatini qidirasiz?
Ya'ni qanday qilib ish topish imkoniyatini qidirasiz demoqchi. Demak, bu yerda bizga matn berilgan, lekin siz buni audioni eshitib bajarishingiz kerak bo'ladi. استمع ثم اكتب الكلمات التي تسمعها في الفراغ المناسب. Tingla, so'ngra munosib bo'shliqlarga eshitgan so'zlaringni yozgin deb aytayapti. Demak, siz bu mashqni avvalo audioni eshitasiz, buni audiosi bor. Eshitib bo'shliqlarda so'z tashab ketilgan. Shu audioda berilgan. Siz shu so'zlarni mana shu yerga yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Avval mana shu mashqni bajarib, keyin PDF ga o'tsangiz, PDF da sizda javobi turadi. Mana bu yerlarga so'zlarni yozib qo'ygan bo'lamiz. Hozir biz bu mashqni tarjima qilishimiz uchun hozir so'zlarni qo'yib tarjima qilamiz. Lekin siz bu videoni ko'rishdan oldin to'xtatib, o'zingiz bajarib ko'ring-da, keyin bu videoni ko'ring. Sababi hozir biz so'zlarni qo'yib tarjima qilamiz-da, siz javobini bilib qolasiz. Unda bo'lmay qoladi. Shu sababli to'xtatib, avval o'zingiz mashqni bajarib keling-da, keyin bu yoqda birgalikda siz bilan keyin tarjima qilamiz. Kelishdikmi? Boshladik. Kayfa tabhasu bi nafsika an wazifatin? Qanday qilib o'zingiz ish topasiz? Bi nafsika o'zingiz. Va kayfa taqtanisu fursata amalin munasibatin? Va qanday qilib ishning munosib fursatidan foydalanib qolasiz? هناك عدة أمور ينصح بها خبراء في مجال التوظيف لكل من يود الفوز بوظيفة وسط حوالي 197 مليون عاطل في العالم. Ishga joylash sohasidagi mutaxassislar dunyoda o'rtacha 197 million ishsiz o'rtasida ishga joylashishni xohlovchilar uchun bir qancha nasihatlar qiladi, ya'ni bir qancha maslahatlar beradi. ومن بين هذه الأمور عليك أن تستوعب بموضوعية طبيعة سوق العمل في مجال تخصصك أو في المجال الذي تود اقتحامه. Mana shu narsalar orasida siz kirishni istagan sohadagi yoki mutaxassisligingiz sohasidagi ish bozorini, muhitini obyektiv, to'laqonli o'rganishingiz kerak bo'ladi. قم بإعداد سيرة ذاتية تلتزم فيها بأمور أساسية. Asosiy narsalarni hisobga olgan tarjimai hol yoki bo'lmasa o'sha rezyume, CV yarat deyapti. Iltazama bu yoqda hisobga olmoq ma'nosida tarjima qilamiz. في مقدمتها الصدق والدقة وشمولية طرح المهارات التي تتمتع بها وتلك التي تود اكتسابها. Uning kirish qismida rostgo'ylik va aniqlik va siz egallagan va siz egallashni istagan ko'nikmalarni taqdim qilish lozim. To'liq taqdim qilish lozim. Demak, mana bu yerda tamatta'a o'zi foydalanmoq ma'nosida keladi, lekin biz buni endi siz foydalanadigan ko'nikmalar desak, xunukroq chiqadi. Shu sababli siz ega bo'lgan, sizda mavjud bo'lgan ko'nikmalar desak, shunda chiroyli chiqadi. وسع من دائرة علاقاتك إذ إن الكثير من المؤسسات تعتمد في عملية التوظيف على تزكيات وليس على الإعلانات. Aloqalaring doirasini kengaytir. Chunki muassasalardan ko'pi ishga joylash jarayonida e'lonlarga emas, tavsiyalarga suyanadilar. ويمكن في هذا الصدد أن تضع قائمة شاملة مكونة من أصدقائك وأقربائك وزملائك. Shu bahonada hamkasblaring, qarindoshlaring, do'stlaringdan tashkil topgan to'liq ro'yxat tuzishing mumkin. واسألهم جميعا عما إذا كانوا يعرفون أو يسمعون عن وظائف شاغرة. Ularning barchasidan bo'sh ish o'rinlari haqida eshitganlari, bilganlarini so'ra. شارك بقدر الإمكان في الأعمال التطوعية خاصة في المجالات القريبة من تخصصك. imkon qadar ko'ngilli ishlarda qatnash, xossatan mutaxassisligingga yaqin bo'lgan sohalarda. إذ أن من شأن هذا الأمر أن يعزز علاقاتك وخبراتك. Chunki bu narsa
sening tajribalaring va aloqalaringni kuchaytiradi. Min sha'ni bu yerda jumlani ta'sirini kuchaytirish uchun qo'shilgan. Ya'ni o'sha seni tajribalaringni va aloqalaringni kuchaytirishga xizmat qiladi degan ma'noni berish uchun rasmiy uslubda qo'llaniladi. Bu eslab qoling, kerak narsa. اقتنص فرصة التدريب في أي مؤسسة تطرح هذه الفرص. Mana shu imkoniyatlarni taqdim qiladigan har qanday muassasada amaliyot o'tash fursatidan foydalan. قم بزيارة شركات وبمقابلة مسؤولين عن التوظيف فيها. Shirkatlar va undagi lavozim beradigan mas'ullar bilan uchrash. Hozir HR deydi shunaqa mas'ullarni. حاول أن تستقر على مجال واحد أو تخصص واحد فقط عند بحثك عن فرصة عمل. ish topishingda faqat bitta mutaxassislik yoki bitta sohaga e'tibor qaratishga harakat qil. Istaqorra o'zi qaror qilmoq, bu yerda biz e'tibor qaratmoq deb tarjima qildik. اختر الوظيفة التي تتناسب مع مهاراتك. ko'nikmalaringga mutanosib keladigan vazifani tanla. تصفح إعلانات التوظيف في الجرائد والمجلات. gazeta va jurnallardagi ishga qabul qilish e'lonlarini ko'rib chiq. قم بزيارة معارض التوظيف التي يجري تنظيمها بين الحين والآخر في بلدك. yurtingdagi vaqti bilan uyushtiriladigan ish yarmarkalariga bor. Ish yarmarkalarini bilasizda, pavilyonlarda masalan xususiy shirkatdagilar kelib faloncha ishchi qabul qilamiz korxonamizga deydi. Ana o'sha ish yarmarkalari. وأخيرا تصفح مواقع وصفحات التوظيف والمهني في شبكات التواصل الاجتماعي. So'ngra ijtimoiy tarmoqdagi kasb va ishga qabul qilish sahifalari va saytlarini ko'zdan kechir.